Olyapti. Video olishda davom etamiz. Uzilib qoldi video. Narxi 65 ming so'mdan ekan, razmer qanday chiqadi? 48 dan 52 gacha. 48 dan 52 gacha ekan razmeri. Qaygacha 65 ming ekan? O tigirgacha. Ana o'sha tigirgacha 65 ming so'm ekan, bu tomonchi? 60 ga bor. Bu tomon 60 ming so'mdan ekan bu tomon. Polni hammasi. Buni onarchi? Onar ham 60 ming so'm ekan pachka narxi. Bunilari asolliq Bular hammasi TVPS. Pasni o'sha video tushmadi. Hammasi TVPS. Nomer 99 lik 638 638 23 23 raqamiga murojaat qiling. Keyin yana bitta nomeri 50 lik 997 997 1241. 1241. Bugun bozor nechida ochildi? 5 da ochilyapti. Ha, bozor toshni 5:00 da ochilyapti ekan. Hali bir kun vaqtida kelib, bu yerda qiynalib o'tirmanglar, kelib. Bozor o'sha yakshanba, chorshanba kuni o'zining vaqtiga qaytgan, tongga soat 5 da ochilyapti, 5:00 da ochilyapti. Aka bozorlarni bersin. Hattoki klientlarni ham kirgizmayapti bozorga, to'g'rimi? Klientlarni ham kirgizmayapti. Klient, "Yo, men klientman. Zakasim bor" desang, unaqalarni ham kirgizmayapti. Hormanglar. Bundan ham olish kerakmi? Endi chiqadi aka, qoldi. Rasvetkasi yo'q qoldi, to'g'ri xil qoldi rasvetkasi. 35 ming. Siz ham shu yerdamisiz? Narxlar qanchadan aytib olasizmi yo shartlasizmi? 36 ming. Bular narxi 36 ming so'm ekan. Yenachi? Nimalarchi? Och ko'rsa Hammasini aytavering bir boshda. 16 ming. Bular 16 ming so'm ekan. 16 ming. Hamma chekkalar 16 ming so'mdan ekan. Mana chekkadachi? Bular narxi 38 ming so'm ekan. 36 ming ham qo'yib yuboramiz deyapti. Nomer qo'yakmi? Telefon nomer qo'yakmi? Telefon nomer aytib ketaymi? Ha, bo'ldi, savdo qilyapti. Bozorlarni bersin. Akalar bular kimdan? YouTube'ga olayotgan video. Narxi nech puldan? Hop, 60 ming beryapti. 60 ming so'm, razmeri qanday chiqadi? 60 dan 64 ga bor. 60 dan 64 gacha ekan. Tivani o'zi bular, ha? Divan o'zi. Ha, bular Tivani o'zi ekan. Narxi 60 ming so'm ekan, 60 dan 64 gacha. Mana Velvetlarchi? Velvet 65 ming beryapti. Velvetlar 65 ming so'm ekan. Trikolarchi? Turklar 43 ming beryapti. Velvet. 43 ming Velvet. Kashmir 40 ming. Kashmir 40 ming. Bunalar 26 ming. Funta 26 ming, XB 23 ming. 23 ming. Hammasini aytsa, Hammasi. razmeri ham bir xilmi? Necha? 60 dan 64 gacha? 60 dan 64 gacha ekan. Nomer qo'yakmi aka? Nima qo'ysangiz qo'ying. Nechilik? 94 lik. Telefon raqamlari 94 lik 493 493 0100. 0100 raqamiga murojaat qilinglar. Shu akamiz ishlaridan kerak bo'lsa savdolarni bersin. Bular ham shuni nimalarimi endi? Boshqa. Bular sotilib ko'ryapsizlar, ob'yomda katta sotilganini mana buluk sotilibdi. Bu yerda yana shunaqa ishlar. Assalomu alaykum. Aka qancha beryapsiz? 60 ming. 60 ming so'm ekan. Razmeri qanaqa? 64 gacha ekan. Trikolar qanchadan? Ular 44 mingdan 26 minggacha. 14 mingdan 26 minggacha. 44 mingdan 26 minggacha ekan. Kashmirlar adashmasam 44 ming bo'lsa kerak, a? Kashmir, velvet, funta. Bular nimami? Velikanmi? Ha, 44 mingdan 26 ming so'mgacha deyishyapti. Bu ham sizdanmi? Nomer qo'yaymi, nomer? Ha? Nomeringizni aytib ketasizmi? 91 lik. 91 lik 139 139 7103. 7103 raqamiga murojaat qilinglar. Savdolang bersin. Aka charchamayapsizmi? Qancha beryapsiz? 30 ming.
Narxi 30 ming so'm ekan bularni, tevapas. Razmeri qanaqa chiqqan? Standart mana. Standart taxminan bir 4 yosh, 5 yoshlarmi? 4 yoshlar ekan. Nomeringiz qo'yakmi? Nechilik? 91lik. 91lik 324 324 0676. 0676 raqamiga murojaat qilinglar akamiz ishlaridan kerak bo'lsa. Bozorlarga bersin. O'sha chekaralarga ham o'taylikchi, nimalar bor ekan. Kofe. Ular qanchadan? Aka, nomer qo'ymasa aytaman. O'zingizdagi nomer qo'yish qo'ymaslik. Nech pul? O 40 ming 28. 40 ming, 28 ming. Razmer qanaqa chiqyapti? Standart. Standart bir 5 yoshlar bormi? Ha. 5 yoshlar standart ekan. Bu-chi? Bu 3 yoshdagi 23 ming. Bu 3 yoshga 23 ming. O'ta chiroyli, o'ta akkuratniy chiqdi ishlar lekin bor-ku. Ayniqsa buni pechatda qanaqligini. Nomer shartlasa? Yo'q, aka kechqurun yomon ezyapti telefon. Do'stlar, kechasi telefon qilmanglar, behuda, iltimos. O'zlari nomerni aytmaydi, keyin o'zlaring hali qiynalib yuraverasizlar. Hali nomerni qayerdan olsak bo'lar ekan deb. To'g'risi bizga ham shunaqa bir nima qilaverishadi, behuda telefon qilishadi. Realniy bitta nimalang bo'lsa, sabab bo'lsa telefon qilsang yarashadi. Kirgani qancha endi? Bir 10 mingmi, 5 mingmi qanchaga kiradi misol? 60 mingdan sotilgan ekan, 40 mingga tushirib qo'yibdi. Bu haqiqatan ham realniy narxmi axir? Qancha? Bular narxi 42 ming so'mdan ekan, razmer qanaqa chiqadi? Ha. 5 yosh, 7 yosh ekan. Pachkada 2 talik ekan, 5 yosh, 7 yosh ekan. Bularchi? Bular 35 ming so'm ekan, bunisi 30 ming so'm ekan. Bu ham shu razmerda. Ha, hammasi kichkina razmerlari bu manekendagilar. Ha. Bu manekendalar kichkina razmer ekan. Bittadan kattasi bor ekan. Bular kichkina razmer ekan. 94lik. Telefon raqamlari 94lik 132 132 66 46. Iltimos. 24 soat. Ha, sizlardan iltimos shu behuda telefon qilmanglar. Egalari ham to'g'risi nomer berganini o'rnayapti. Assalomu alaykum. Video qilaverakmi? Ha, donaga telefon qilmasin deyishyapti. Nech pul beryapsizlar? Narxi 30 ming so'm ekan. 2 yosh, 4 yosh. Pachkada 2 talik, 2 yosh, 4 yosh. 2 yosh, 4 yosh, dvoyka. Narxi 30 ming so'm ekan. Rasvetkalari. Bular ham sizlardan, bular ishtoncha. Nech puldan? 3 yosh, 5 yosh 17 ming. 3 yosh, 5 yosh 17 ming. Bular ham razmer shunaqa 16 ming. Bular razmeri shunaqa, lekin 16 ming so'm ekan buning narxi. 16. Telefon nomer qo'yakmi? Nechilik? 94lik 714 96 raqamiga murojaat qilinglar. Faqat o'sha iltimos sizlardan realni oladigan bo'lsalar telefon qilinglar yoki dona yoki manzil so'rab, hali nima deydi? Bizni taqmasalar yaxshi bo'lardi. Nimagaki bular sotuvchilar, nima deydi? Charchagan bozor, va hokazo har xil savollarga javob bergani, bularda orcha vaqti ham yo'qda. Bular sizlardanmi? Video qilaverakmi? Bo'ldi. Gap yo'q. Sizlar nimasizlar? Do'ppichalar qanchadan ekan bular, telpaklar? Bu telpakchalar 16 ming so'mdan ekan. Mayli-da, opa. Narxi 16 ming so'mdan ekan. Har xillardan bor ekan, qizil, sari, rasvetkalari. Bu ham sizdanmi? Bular 3,5 ming so'm ekan. O'zbekistonmi bu? Narxi 3,5 ming so'm ekan. Bu tursichalar, shu bir ishtonchalar ichidan kiyadigan tursicha ekanda, bali shurticha bas. Telefon nomeringizni qo'yaylikmi? 90lik 307 93 26 raqamiga murojaat qilinglar.